Mana avtomat kir yuvish mashinasini hozir o'rnatishga olib keldik. Mana firma Hoffman stiralniy mashina, avtomat. Buni pakovkadan ochib hozir o'rnatilish jarayonini ham obzor qilamiz. Bunaqangi stiralka kimga o'rnatish kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Filtrlar o'rnatib, asosiy liniyaga ulab, toklarini ham chiroyli qilib o'rnatib ishlatib beramiz. Mana stiralka avtomat. Blokirovkalarni yechishtyapmiz. Firma Hoffman. Mana bu yerdan suv oldik. Sovuq suv. Mana bu yerga o'rnaydi. Kanalizatsiyaga teshik teshib oldik mana. Filtrlarni o'rnatib, xudo xolasa chiroyli qilib montaj qilamiz. Rozetka mana. Mana avtomat kir mashinamizni, kir yuvish mashinasini o'rnatib oldik. Mana bu yerdan sovuq suv oldik, kran, ventil qo'yildi. Bu tomonga filtr o'rnatildi mana. Filtrlar Amerikan bilan, adapter bilan suv kirdi. Xo'sh, kanalizatsiyasi. Mana 32 litrda tashqariga chiqarib qo'ydik. Mana bu yerga pol avtomat mashinani ham bir yo'l yoniga o'rnatib qo'yilgan ekan. Rozetkasi mana hozir tokka suqamiz, xudo xolasa. Hammasi joy-joyida bo'ldi. Endi ishlatib tekshirib bersak ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ishga tushdi. Suvni ochamiz. Suv ketdi. Xudo xolasa hammasi joyida. Avtomat kir yuvish mashinalarini o'rnatish bo'yicha xizmatlarimizni taklif qilamiz, nomerlarimizni qoldiramiz.